Assalomu alaykum. Andijon davlat pedagogika instituti talabalari bugun Muhammad Yusufda 72 yilligi munosabati bilan o'yin o'tkazamiz. Unda mana ishtirokchilarimiz mavjud. Tanishib olamiz. Men ismim Qodirova Midaxon. Siz ismingiz? Komilova Sakina. Sizlar Muhammad Yusufda she'rlaridan yozib berishinglar kerak. Ikkovlar ikki tarafga. Qancha ko'p yozsanglar, shu g'olib bo'ladi. Boshladingmi? Demak, sizlarga qalam beramiz. 1 daqiqa vaqt. Boshladik, qani? Tabiiylar sekund sanab turinglar. Shunday sekund. Ha. Yo. Tugadi. Demak, to'xtatamiz. Vaqtimiz tugadi. Ana tekshirib olamiz. Iltijo, to'g'ri. Vatan, onajon. 1 2 3 to'rtta topibdi. Bizim edi? Sakina qizimiz to'rtta topibdi. Vatanim, oq kabutar, ola qizaloq. Onamga o'zimda borida to'rtta topibdi. Demak, do'stlik g'alaba qozondi. Bularga mana sovg'amiz bor. Marhamat. Qatnashganinglar uchun tabriklaymiz. Rahmat hammalarga.